Hafta oxirida bulutli havo bo'lishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Dam olish kunlari O'zbekistonning katta qismida havo bulutli bo'lishi kutilmoqda. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduz esa 15-17 daraja iliq bo'ladi. Dam olish kunlari O'zbekiston hududining katta qismida havo biroz bulutli bo'lishi kutilmoqda. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin, deya xabar berdi O'zgidromet agentligi. Faqat respublikaning shimoliy g'arbiy hududlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati va Navoiy viloyatida shimolida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi juma kuni 18-20 daraja, shanba kuni esa 14-17 daraja pasayishi davom etadi. Yakshanba kuni faqat tog'li va tog' oldi hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. O'zbekistonning qolgan hududlarida quruq ob-havo kuzatiladi. Kechasi va kunduzi havo nisbatan salqin bo'ladi. Harorat kechasi 5-10 daraja pasayadi, kunduzi esa quyosh nurlari havoni 20-23 daraja isitib turadi. Toshkent shahrida 18-aprel kuni kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 18-20 daraja, shanba kuni kechasi va ertalab biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduz yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja, kunduzi esa 15-17 daraja iliq bo'ladi. Yakshanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9 daraja, kunduzi esa 18-20 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.